Assalomu alaykum. Mana kuzatuvchilar, mana Pastdarg'om tumanidagi 123-maktab. Mana hozir maktab hayoti bilan nimalar bilan tanishib chiqdik. Mana shu direktorini sa'y harakatlari bilan maktabda juda ko'p qulayliklar, sharoitlar qilingan hammasi. O'qituvchilar ham, o'quvchilar ham hammasi mamnun. Mana shunday insonlar ko'payaversin, elimizga, yurtimizga foydasi tegaversin. Bosib ketgan joylar edi. Shu yerda shuncha nimaga keltirganimizcha juda katta o'qituvchilarni ham mehnati singdi. Ko'rib turamiz, mana xizmatlaringiz, ancha xizmat qildilaringiz. Ha, direktorimiz harakatlari bilan mana ariq taraflardan, tashqari taraflarda ajrizorlar hammasi mana yer gulzorga aylantirildi. Shunday. O'zingiz nima ish bajarasiz? Men zavxozman. Zavxoz, ha? Men zavxozman. Xo'jalik bo'limi mudiri. Xo'jalik mudirasiman. Baribir bor-ku, bu yerda direktorimizning harakati, bu boyagi ishchanligi, tashabbuskorligi, judayam boyagi talabchanligi. Shunday. Talabchanligi sababli shuncha narsa bo'lyapti. Masalan, mana bozorimiz qanday ahvolda edi? Mana bu yerlarga qarang. Mana shuncha joylar mana bozorliklar. Gulzor mana. Tozalikka gap yo'q. Juda chiroyli nima bo'lgan. Agar ruxsat bersangiz, mana sinfxonalaringizni ham bir ko'rsak. Mayli,